birga ba'zi bir jinlarga Alloh taolo kuch-quvvat, oddiy odamlar qila olmaydigan ishlarni qilish qobiliyatini bergan. Jumladan Sulaymon alayhissalomga shu jinlarni xizmatkor qilib bergan. Ular oddiy odamlar qila olmaydigan katta qurilishlarni qilishgan, qozonlar qilishgan. O'sha vaqtda Sulaymon alayhissalomni xohlagan ishlarini bajarib berishgan. Tez yurish qobiliyati borligini Ifrit degan jindan o'sha Sulaymon alayhissalomni demak Saba malikasini xabarini olib kelishda ko'zingizni ochib yumgunizcha borib olib kelaman degan. Qur'onda aytilgan bu. Mana shunaqa xususiyatlari ham jinlarda bor. Lekin shu bilan birga jinlar boshqalar e'tiqod qilgandek hamma narsani egallab olgan, dunyoni boshqarib turgan kuch emas. Dunyoni Alloh taolo boshqarib turadi. Jinlar Allohning olovdan yaratgan bir maxluqlari.